Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun 4 kilo ishonch magazindamiz. Magazin juda ham ajoyib. Magazinda hamma narsa bisyor. Qolaversa mana oltin 1 million 50 ming so'm bo'ldi. 1 million 50 ming so'm bo'lib turibdi. Umrga assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hammani taklif etamiz podpischiklarimizni, 4 yil ahline. Bugun ertang aksiyamiz oxirgi kuni oltinning grammi 1 million 50 ming so'mdan bo'lib turibdi. Bundan tashqari gün isi hammaga konditsioner bilan xolodilnik kerak. Xolodilnik bilan konditsionerlarimizni rastrochkiga berib turibmiz. O'zini bahosini 12 ga bo'lib to'laveradi. Gap yo'q. Mina bu imkoniyat. Yana morozni ham berib turgan ekansiz. Morozni ham berib turibmiz. Shunday issiq kunda xalqimizga muzdikkina bo'lib ketadi. Suvlar ham bor ekan muzdikkina. Kelib, girib, ko'rib, aylanasi ichha muzdek, juda ham ajoyib magazin. Hamma narsa bor ekan. Mana. Demak, xolodilniklar, morozinliklar, qolaversa konditsionerlar rastrochkiga beriladi ekan. Bundan boshqa ham narsalar juda ham ko'p aylanib girib ko'rsanglar, ayron qolasa, olaverasiz xudo qalasa. Gap yo'q, ishlaringizlar bugun ertang, ha? Bugun ertang. Gap yo'q, salomat bo'ling. Demak, bilasiz do'konni, ishonch magazinni, Sulton marketni Kaptolamda. Gelib olaverasiz. Hammangizni taklif etamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, yurtimiz tinch bo'lsin.